bolalarni O'zbekiston sharoitida xuddiki tez cho'miltirganda bola kasal bo'lib qoladi. Shunaqa o'ylashadi-da, mana chaqaloqligidan o'ylashadi. Nimaga mana olib kelyapti bola? Nimaga bolani cho'miltirmadingiz? Nimaga shu paytgacha cho'miltirmadingiz desam, tez shamollab qoladi deb o'ylaymiz. Necha yilda bir ko'rgan bolamiz. Shuning uchun shamollatmaslik uchun cho'miltirmadik deyishadi. Bu juda ham katta xato. Assalomu alaykum hurmatli oyijonlari. Bugun sizlar bilan men pediatr Bekmurod Vezozaslidin sizlar bilan uy sharoitida bolaning immunitetini ko'tarish usullari haqida gaplashamiz. Xo'p, bola immunitetini uy sharoitida qanaqa ko'tarsa bo'ladi? Qanaqa qilsak bolamizni yiliga 2-3 marta shamollamaydi degan savollar har bitta ota-onani qiynaydi. Men sizlarga shularni eng oddiy, sodda tilda tushuntirib aytib beraman. Birinchi o'rinda bola immunitetini mustahkamlashimiz uchun uni ovqatlanish retseptiga, ratsioniga amal qilib, uni chiroyli qilib to'g'irlab qo'yishimiz kerak hisoblanadi. Ya'ni hozir kunda bolajonlarimiz ovqatlanish sistemasida yaxshigina muammolarimiz bor. Yarim tayyor mahsulotlarni ko'proq yeyish, asosan qovurilgan, tez tayyor bo'ladigan kolbasa, sosiska, frit mahsulotlarini ko'proq yeyish va televizorsiz ovqat yemaslik, injiqlik, ovqatlar orasiga shirinliklarni qo'shish bu ovqatlanish ratsionini yaxshigina hozirgi paytdagi bolalarda buzilganini darak beradi. Biz yerdik-ku, hozirgi bolalar ovqat yemaydi deb ko'p aytishadi. Biz masalan avvalgi bolalar bilan taqqoslaganda hozirgi bolalarni, avvalgi bolalar ko'chaga chiqib o'ynashgan, harakat qilishgan, ishtahasi ochilgan. Hozirgi bolalarni uyda gadjetlar juda ham anaqa qilib qo'yadi. Juda ham uyga mixlab qo'yadi, harakati yo'q. Ichlarida peristatika harakat qilmaydi. Ichga kelish qiyinlashadi. Organizm charchamagandan keyin ovqat yegisi o'z-o'zidan kelmaydi. Shuning uchun bolani aytardim, ikkinchisi yoki lechebniy gimnastikaga berish kerak yoki suzishga berish kerak. Bu juda ham bolani o'sib rivojlanishi, immunitetini oshirishga juda ham yordam beradi. Ovqatlanishida har bitta patsientga aytaman, bitta dori yo'qki, men sizni immunitetingizni mana shu 100% ko'tarib beradi bolaning immunitetini. Boshqa kasal bo'lmaydi degan dori hali kashf etilmagan. Immunomodulatorlar hech bir bunaqa qilib ishlab bermaydi. Bu hammasi sizning qo'lingizda. Farzandingiz sog'ligini yaxshi o'ylagan holatda yaxshi pediatr bilan maslahatlashib, bola immunitetini yaxshigina 1 yil ichida o'z me'yoriga solib olishingizni so'rab qolardim. Yana maslahat berardimki, siz 2 oy mobaynida har 2 haftada juda ham ko'p quyon go'shtidan tayyorlangan ovqatlarni muntazam beradigan bo'lsangiz, bolangizning immuniteti yaxshigina ko'tariladi. O'zbekiston sharoitida D3 yetishmovchiligi, rahit kasalliklari, yod yetishmovchiligi ko'pligi sababli bu ham bola immunitetini tushirishga sabab bo'ladi va tez kasal bo'ladigan bolalarda o'z-o'zidan D3 yetishmovchiligi bor bolajonlar tez kasal bo'ladi. Shuning uchun buni ham chetda qoldirmagan holatda D3 yod analizlarini topshirib qo'yishinglarni so'rab, agarda kam bo'ladigan bo'lsa, bunga qarab vrach pediatrlar sizlarga назначенияsiga, dozasiga qarab berilgan dori mahsulotlarni berishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingi o'rinimizda bo'ladigan bo'lsa, bolalarni O'zbekiston sharoitida xuddiki tez cho'miltirganda bola kasal bo'lib qoladi. Shunaqa o'ylashadi-da, mana chaqaloqligidan o'ylashadi. Nimaga mana olib kelyapti bola? Nimaga bolani cho'miltirmadingiz? Nimaga shu paytgacha cho'miltirmadingiz desam, tez shamollab qoladi deb o'ylaymiz. Necha yilda bir ko'rgan bolamiz. Shuning uchun shamollatmaslik uchun cho'miltirmadik deyishadi. Bu juda ham katta xato, absolyutni xato deb ayta olaman. Bola qanchalik ko'p cho'milsa, qanchalik suvni yaxshi ko'rsa, shunchalik immuniteti mustahkam bo'ladi. O'zi bolada immunitet nimaga tushib ketadi degan savol bo'ladi. Immunitet bolada tez kasallanish oqibatida va bolaga yaxshi qaralmaganda, nima deb aytamiz, O'zbekiston sharoitida yaxshi qaralmaganda yoki juda ham mehribonlik natijasida immunitet tushib ketadi. Bu narsani qanaqa tushuntirib beraman? Juda ham mehribonlik deganda onajonlarimizni papalab orqasidan turib, yugurib, borib ovqat berishlari
masalan majburiyatlarsiz ovqat berish kerak degan bizada pediatriyada bo'lim borda. Hech qanaqa majburiyatlarsiz. Mana birinchi ovqatini yemadimi bola, ikkinchi ovqatini orasigacha hech balo berish kerak emas. Ya'ni bizada unaqa emas. Ertalab ovqatingni yemading, qorning och, apetitgacha och qolib qolasan. Pechonni yegin, meva yegin, o'zi bo'ldi. Apetitda oladigan narsasini hali oshqozoni yaxshi anaqa qilmagan, hazm qilmaganda apetitda ham yemaydi. U bolangiz apetitda ham ovqat yemaydi. Shuning uchun qo'yib bering. Ertalab ovqat yemadimi? Ertalabdan apetitgacha bo'lgan masofada hech qanaqa ovqat bermang. Bolada D3 miqdorini doim tekshirtirib turing. Har doim shamollaganda birinchi o'rinda antibiotik sizga birinchi yordam beradi deb shoshilmang. Oddiygina suv, oddiygina protein virusnilar sizlarga yordam berishi mumkin. Bu isitma har doim ham bakteriyadan chiqmaydi-da. Oddiygina virus natijasida ham isitma chiqadi. Bu narsani unutmaslik kerak. Har bitta ota-ona o'zini bolasini sog'ligiga o'zi javobgarligini esidan chiqarmagan holatda yondashadigan bo'lsa, boladagi immunitetlari joy-joyida bo'ladi. Pediatriyaga oid bo'lgan savollaringizni kommentariyada qoldiring. Shaxsan o'zim javob beraman.